Zadalbayevni o'zicha desa hamma taniydi, bizning Instagram sahifalarimiz ham bor. Endi asosiysi, men hech qachon mijozlarimga hurmatsizlik ko'rsatmaganman. Har doim chiroyli navbat bilan ko'rib, ularga yaxshi munosabatda bo'lganmiz. Nechinchi homiladorlik? Hozir apparatim yonvolsin. Dechatkani pulini olib kelganmisan? Bola bo'lgandan keyin qimirlaydi hadeb kevermaysan-ku o'ziga. Bundan tashqari har bir mijozimizni juda ham chuqur o'rganamiz, hech qachon yuzaki ko'rmaganmiz. Ya'ni biz baribir o'z ichimiz, bolajonimizmi yoki o'sha ichki organlarimiz, biz har bittasini aniq-tiniq ko'rib beramiz. Qo'g'ing to'ldirib kel. Hech narsa ko'rayotgani yo'q. Ertaga kelasan. Tanish bilish doktorlarga jo'natish yo'q bizada. Mana buni ko'ryapsanmi? Buni yo'qotish uchun mana bu apteka bor. O'sha aptekadan men aytgan dorini olasan. Именно men aytgan olasan. Korobkasini olib kelib berasan, o'shanda ishonamasdan ichganingga. Men seni o'ylab aytibman, bolangni o'ylab aytibman. Sen chiqqaningda chap qo'lda apteka bor. Sattorqul aptekasi. Men Zadalbayevni o'zi ichman. Sog' bo'lasizlar.